Quyi dumbasiga qaranglar, qanday tozda yonadi, ha? 1 gram qara tutun yo'q. Endi buni qara. Semichka yog'i. Ha. Neft yonibdi dedi hozir. Qozonda yazvaqidan bo'lyapti. Yazva ham ana shu semichka yog'dan bo'lyapti. Chunki Alloh taolo odam zoti oshqozonni shunaqa qilganki, temir tashlasang ham hazm qilib tashlaydi. Bu чисто убийца. Buni ichida kim nimalar qo'shyaptilar? Podsolnechniy masla iloji bo'lsa umuman qovurmaylar. 110 gradusdan keyin bu чисто убийца bular. O'zi shuni ham убийца. Shamollash olib keladi qon tomirlarga, sahr, rak chaqiryapti, yosh bachchalar rak bo'libdi, oq qon bo'libdi, tavba astag'firulloh. Sahrning barisi to'lib ketgan yosh bachchalar sahr bo'lyapti. Ichida buni komponenti ichida ximikati bor. Naturalni qo'y go'shtini olib, dummasini olib, eritib, o'shandan ovqat pishiraylar. Unda omega vitaminlar bor, C, D, E hammasi bor. Xolesterin yo'q qo'y dummasida. Men любой bilan spor o'ynayman. Mol dummasida xolesterin bor. Qaranglar, semichka yog' qanaqa tutyapti? Dudab ketyapti. Endi qo'y dummasiga qaranglar. Вообще dudamayapti. Mana shu bu toza narsa. Qo'y dummasida men javob beraman, xolesterin yo'q. Xolesterin только molda bor. Lekin qo'y dummasida eritsangiz, moydan ovqat pishirsangiz, vitamin любой xil bor. Omega D, vitamin A, vitamin B, любой xil vitamin bor. Immunitet bomba bo'ladi. Semichka moyda lekin sizlar u dunyoga ketadi. Birinchi kasallik aytaman. Birinchi kasallik sizlarga vоспалительный proses olib keladi. Polni badaningizga. Agar uni qovursangiz, agar qovurib biror nima yesangiz, 110 gradusdan keyin yad bo'ladi u semichka yog'i. Ikkinchidan jigar, pigar, keyin oshqozon bezlariga, поджелудочный железаga konkretno udar beradi. Sahr qilayotgan ana shu narsa. Chunki men o'zim sahr bo'ldim. Rossiyada faqat semichka yog'idan qovurib yedim. Kalbasa, malbasa, ash Rossiyada men sahr bo'lib keldim. Men qilgan xatoni qilmanglar, короче. Qo'y dummasini olib o'tib, o'shanda ovqat pishiringlar. Bachalari immuniteti bomba bo'ladi. Mayli, sog' bo'linglar.